Metro yonidan 2 xona yoki 3 xona kvartira qidirganlar diqqatiga, o'zi 2 xona lekin 3 xonaga periplanirovka qilingan kvartiramizni $52,000 ga sotiladi. Ya'ni manzilimiz Yashnobod tumani Lisunova 1-kvartali bo'ladi. Tuzel metrosigacha 400 metr masofa, bunaqasiga Kadishva bozorgacha 500 metr masofa, lokatsiya juda ham zo'r. Mana shu domzani orqasida maktab bog'cha joylashgan, xullas yashash uchun hamma sharoitlari yetarli. Hozir ichkaridan ko'rsatib beraman. Uyimizning planirovkasi keladigan bo'lsa, pod'ezd eshigidan boshlaymiz. Kirishimiz bilan chap qo'lda hojatxona joylashgan bo'ladi. Kafellari yangi qilingan. Yonida vannani ko'rishimiz mumkin. Svetlari yo'q, ozgina ustki ishlari bor, uni ham bitirib beramiz deyapti. Bunaqasiga katta zal, mehmonxona joylashgan bo'ladi. Yon tarafida bo'lsa, yotoqxonani ko'rishimiz mumkin, kattagina razmerda. Va dal yuradigan bo'lsa, bunaqasiga bitta bola yotoqxonasi qo'rishgan bo'ladi, periplanirovka qilib, balkonimizga oshxona chiqarilgan. Balkonimiz 1,5 ga 6 razmerda. Ko'rib turganingizda remontlari juda ham zo'r holatda. 4-etajda joylashgan edi kvartiramiz. Maydoni yoqir 850 kvadrat, mana shu atrofda bo'ladi. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz, o'zingizlar bemalol savdolashib bo'ladi. Kadish va atrofidan uy qidirgan tanishlar bo'lsa, ularga ham tashab qo'yinglar. Metro yonidan 2 xona yoki 3 xona kvartira qidirganlar diqqatiga, o'zi 2 xona lekin 3 xonaga periplanirovka qilingan kvartiramizni $52,000 ga sotiladi. Ya'ni manzilimiz Yashnobod tumani Lisunova 1-kvartali bo'ladi. Tuzel metrosigacha 400 metr masofa, bunaqasiga Kadishva bozorgacha 500 metr masofa, lokatsiya juda ham zo'r. Mana shu domzani orqasida maktab bog'cha joylashgan, xullas yashash uchun hamma sharoitlari yetarli. Hozir ichkaridan ko'rsatib beraman. Uyimizning planirovkasi keladigan bo'lsa, pod'ezd eshigidan boshlaymiz. Kirishimiz bilan chap qo'lda hojatxona joylashgan bo'ladi. Kafellari yangi qilingan. Yonida vannani ko'rishimiz mumkin. Svetlari yo'q, ozgina ustki ishlari bor, uni ham bitirib beramiz deyapti. Bunaqasiga katta zal, mehmonxona joylashgan bo'ladi. Yon tarafida bo'lsa, yotoqxonani ko'rishimiz mumkin, kattagina razmerda. Va dal yuradigan bo'lsa, bunaqasiga bitta bola yotoqxonasi qo'rishgan bo'ladi, periplanirovka qilib, balkonimizga oshxona chiqarilgan. Balkonimiz 1,5 ga 6 razmerda. Ko'rib turganingizda remontlari juda ham zo'r holatda. 4-etajda joylashgan edi kvartiramiz. Maydoni yoqir 850 kvadrat, mana shu atrofda bo'ladi. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz, o'zingizlar bemalol savdolashib bo'ladi. Kadish va atrofidan uy qidirgan tanishlar bo'lsa, ularga ham tashab qo'yinglar. Metro yonidan 2 xona yoki 3 xona kvartira qidirganlar diqqatiga, o'zi 2 xona lekin 3 xonaga periplanirovka qilingan kvartiramizni $52,000 ga sotiladi. Ya'ni manzilimiz Yashnobod tumani Lisunova 1-kvartali bo'ladi. Tuzel metrosigacha 400 metr masofa, bunaqasiga Kadishva bozorgacha